Bu nima ekan? Assalomu alaykum opalar. Bu nimaligini ham kutyapsizlarmi? Hammanglar kutgan o'rqlarimizdan keldi. Bular 7 xil rangda bo'ladi. Birinchi rangi, bu ikkinchi bardoviy rangi, bu qizil rangi bo'ladi. Bunisi mana korishniy rangi, bunisi mana nima desam bo'ladi? Oq ayiqqa o'xshagan rangi. Bunisi mana tigroviy rangda, bunisi fioletoviy rangda. Bular vashcha og'ir bo'ladi. Kilosi 8 kilodan bo'ladi, o'xshatib yubordim. Kilosi 7 kilodan bo'ladi. Opalar, kimga nechta kerak bo'ladigan bo'lsa, Mona brend do'koniga murojaat qila olasizlar. Sizlar uchun har doim xizmatda. Soni vashcha oz. Kimga nechta yo'nsa tezroq ulgurib olinglar. Opalar, ustinglarga bekardan $500, $1000 ga norka kiyib yursizlar, o'rniga buni shunday $100 ga olasizlar-da, uylarda maza qilib yotasizlar. Sizlarga $100 dan sotilgan norkalarimizni vashcha bombaviy narxda qilib beramiz. Narxiga keladigan bo'lsa, narxi $80 dan qilib beramiz. Opalar, buni sumkasiga отдельно ahamiyat beramiz. Bular o'zingizlar kiyadigan naturalniy toza ko'jadan bo'lingan. Bular sumkalari mana ochadigan bo'lsak, vashcha vidlari chiroyli bo'ladi. Buni bagati ko'rinadi. Bu joyga oladigan bo'lsalar ham, sepga oladigan bo'lsalar ham vashcha chiroyli.